Sayohatga 18 ming dollar sarflab nimalarni ko'rdik? Arziydimi yo'qmi yozib qoldiringlar. Birinchi Turkiyaga bordik. Mana bu minorani, dengizni, Qizil ko'prikni, Chuqur mahallasini, mashhur masjid va ko'chalarni ko'rib Ispaniyaga yo'l oldik. Madridni dunyodagi eng chiroyli kechki shahar deyshadi. Juda chiroyli Real Madrid stadioni, mashhur haykal va binolarni ko'rib Portugaliyaga jo'nadik. U yerni poytaxti Lissabondan tashqari juda ham ko'p qiziqarli joylari bor. Masalan, Madeira orolida bulutlarning ustida sayr qilishingiz, sharsharalarni tomosha qilishingiz va Cristiano Ronaldo tug'ilgan uyni ko'rishingiz mumkin. Flores oroli esa sizni o'zining ko'llari, suvlari, yam-yashil tabiati bilan maftun qilishadi. Sayohatimizning 18-kuni Shvetsariyaga yo'l oldik. Yo'lma-yo'l shopping qildik, soat sotib oldik, men parashyutda uchdik. 3-marta mashina ijaraga oldik. Go'zal va betakror Shvetsariyadan so'ng esa Avstriyaning eng go'zal qishlog'ini ko'rdik. Shunchaki ertaknamo joy, mashi joyga mazza qildim. Keyin eng mitti davlatlardan biri Liechtensteinga yo'l oldik. Yo'lma-yo'l Germaniyaga ham kirib o'tdik. Liechtenstein ham tabiati o'ziga xos, jozibador va juda sokin mamlakat. Qaytishda yana bir Turkiyaga kirib, mazali ovqatlardan chiqdik. Salkam bir oylik sayohat 2 kishi uchun 18 ming dollarga tushdi. Nima deb o'ylaysizlar? Arziydimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Shuncha mehnat uchun like bosib qo'yishim esdan chiqmasin.